Assalomu alaykum labo ishqibozlari. Mana Bog'osh avtotuningda navbatdagi laboyimiz bitta sotuvga qo'yilyapti ekan. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Qancha yurgandilar? 21 ming yurgan. Mana tablolarni ham ko'rsatamiz. Salonlarni shikarni qilib, cho'tka qilib ulab qo'yishgan. Okalarim mana 21 ming kilometr bosib o'tgan Damas laboyimiz okalarim. Mana sostanalari ideal. 4 ta baloni yangi, 13 ta. Yurishlari, motor, mos korobkalari zo'r. Hatto ochilmagan ham mos korobkalari okalarim mana. Tentlari bilan hop, texpasportga keladigan bo'lsa, yuk bor, tentga ruxsati bor. Bir tonna bemalol ko'taraveradi okalarim. Mana kimga mana shunaqa labolar kerak bo'lsa, Damas labolar kerak bo'lsa, hop narxini telefon nomer qoldiramiz, egalarning nomerlari. Aloqa chiqaringlar okalarim. Videoga bitta like bosib, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Mana shunaqa Damas laboni yili yangilaridan kerak deganlarga 2022-yil. Bilsanglar.